rahmatulloh alayning Al-Adabul Mufrad nomli adab axloq haqida yozilgan hadis kitobi. 7-dars 19-hadis. 9-babning 19-hadisi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Ma'lum bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, "Men sizga hijratga bay'at qilg'il keldim va ota-onamni yig'ilgan holatda qo'yib qo'ydim" deb mushna dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Sen u ikkisining qishig'iga yenib bag'in, qaytib bag'in va u ikkisini yig'latqaniga o'xshash kuldigin" dedi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Makka fathi bo'lishdan ilgari Makkadan hijrat qilish farz bo'lgan. Undaqda nima uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijrat uchun bay'at qilg'il kelgan bu balani, bu yigitni uza ota-onangning qishi qaytib ketgan deb qaytib ketishga buyuruydi deganda, ota-onasi bu baladan nihoyat ansirab, shung yig'ilgan holatda qolib qolgan. Shunga ota-onangni ansiratmasdan ota-onangning qishiga berib, yig'lab ketibdi sendan ansirab. Ularning ko'nglini xotirjam qilib, ularni kuldirib, anandan keyin hijrat qilgan degan bo'lish mumkin. Yoki ota-onasi nihoyat yashnab qolgan bo'lib, bu baladan boshqa ota-onasining holidan xabar oladigan odam yo'q bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki bu bala hijrat qilmasa-mu ota-onasining xizmatini qilish bilan birga o'zining dinini saqlab qila oladigan bir imkoniyatga ega bo'lgan bir bola bo'lishi mumkin. 20-hadis. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, ma'lum bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga jihad qilmoqchi bo'lib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ota-ona hayotmi?" dedi. Bu bola shundoq degandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga ota-onang haqida jihad qilgin dedi. Jihad qilish asli farz kifoya, ya'ni bir qism mujohidlar jihad qilsa, butun ummatning gardinidan saqitib ketadigan farz kifoya ibodat. Lekin ba'zan ahvollarda farz ayinga aylandi. Ota-onasining ruxsatini olmay turib jihadga chiqish farz bo'lib ketadi. Endi bu hadisda u jihad qilmoqchi bo'lgan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ota-onangning xizmatini qilib shular haqida jihad qilgan, shu xizmat bilan shu sening jihading bo'lsin deb ota-onasi qaytarishga sabab o'xshashlar. Bu balaning ota-onasini xizmatini qilgandek, u baladan boshqa yer yo'ligi yo'q. Shunda qeyrib qolgan, yashnab qolgan ota-ona bo'lish mumkin. Yoki bu yigitning haqida jihad farz ayin bo'lmaganligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farz ayin bo'lgan ota-onangning xizmatini qilishdan iborat bu ibodatni qilgan degan ma'noda shu niyat qilib turib qaytarayotgan bo'lishi mumkin. Chunki ota-onasining xizmatini qilish bo'lib yashnab qolgan vaqtida farz ayin bo'ldi. 10-bab ota-onasining hayot vaqtida tepib, ya'ni ota-onasi hayot vaqtida uning xizmatini qilish fursatiga erishgan. Anandagi shundan turib jannat kiramagan kishi deydi. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni rivoyat qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydi. Burni to'piq milansin, burni to'piq milansin, burni to'piq milinib ketsin deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 qatim degandan keyin sahobalar, "Ey Allohning payg'ambari kimning?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, kimki ota-onasini tepib, yashnab qolgan vaqtida, ya'ni ularning xizmatini qildigan bir fursatga erishib turib, ota-onasi hayot turib, yoki u ikkisining biri ana do'zax kirib ketgan kishining burun to'pig'i milinib ketsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq degani, ota-onasining xizmatini qilib jannat kirib olmay bu kishi aksi do'zax kirishga sabab bo'lib qolgan demoqchi. Ya'ni u bola mayli qanchalik namozxon bo'lib ketsin, qanchalik ro'za tutadigan, qanchalik yaxshi amallarni qilib ketadigan, da'vat qilib ketadigan bo'lib ketsin, ota-onasi yashnab qolgan vaqtida ota-onasining xizmatini qilish fursati bor turib, ota-onasining xizmatini qilib ajr olib jannat kiramagan demoqchi. Shuningdek payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishining haqqi to'lim afsuslanib, bo'y isib degan ma'noda burun to'pig'i milinib ketsin degan. 11-bab. Ota-onasiga yaxshilik qilgan kishini Alloh taolo uning umrini ziyoda qiladi. Ya'ni bu degani Alloh taolo uning umriga barakat ato qildi degan ma'noda bo'lishi mumkin. Masalan, qisqig'ini 40 yil, 50 yil, 60 yil umrda xuddi bir necha 100 yil ichida qilayotgandek shunday ko'p manfaatli amallarni qila oladi degan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bu haqiqiy ma'nosida Alloh taolo haqiqatan uningki umrini ziyoda qilib uzun umr ko'rdi degan bo'lishi mumkin. Chunki kimki uzun umr ko'rishni, rizqining tangri bo'lishini yaxshi ko'rsa, sil rahimni ulusun deb keldi emas hadisda.
Sahl ibn Muaz'dan rivoyat qilindiki, u dadasidan rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki ota-onasiga yaxshilik qilsa, uningga tavba bo'lsin. Ya'ni jannat bo'lsin yoki yaxshilik bo'lsin. Alloh taolo uning umrini ziyoda qildi deydi. 12-ci bab o'zining mushrik dadasiga istig'for talab qilmaydi deydi. İkramadan o İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, İbn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning bu oyat haqida, ya'ni ota-onangninki ikkisi yoki o ikkisining biri sizning qishingda yashnab qolgan bo'lsa, ularga uf degan so'zni qilmag'in degan so'zdan tortib Alloh taolaning Allah o ikkisiga meni kichik vaqtimda tarbiyalagandek rahim qilgin degan so'zgichilik. Sura Baraa bu oyatni Sura Baraada kelgan, ya'ni buni oyat nasx qilgan deydi. Ya'ni bu oyat payg'ambar va iymon etgan kishilar, musulmonlar, mu'minlar mushriklarga istig'for aytishi loyiq emas. Garchi u mushriklar ularningki yaqin tuqqanlari, yaqinlari bo'lgan taqdirdimi? Ularga ularning dozaq ahlidan ekanligi oydin bo'lgandan keyin degan mushu kaynidagi kelgan Sur Baraada kelgan bu oyat oldidagi oyatni, ya'ni ota-onamga rahim qilgin deb duo qilishni nasx qilayotgan deydi. Bu yerdagi nasx qilayotgan degan gap amaldan bizningki hozirgi istilohimizda, fiqh atalg'usida amaldan qoldirayotgan degan gap. Lekin sahobalar nasx qilish deganni mutlaq oyatni muqayyat qilish deb tushungan. Masalan, oldidagi oyatda ota-onasining haqqida Alloh taoladan "Ey Alloh, ota-onamga rahim qilgin" deb tilashga, duo qilishga buyurilgan bo'lsa, mayli kafir bo'lsin yoki musulmon bo'lsin. Keyingi oyatda mushriklarga tilmaydi, lekin musulmon bo'lsa tilaydi, musulmon bo'lsa istig'for talab qiladi. Mushriklarni chiqarib etib, mushrik ota-onasi, mushrik urug' tuqqanlarini chiqarib etib, faqat musulmon ota-onasiga istig'for talab qildi deb muqayyat qilgan deydi. Ammo olimlar yana shunday deydiki, agar ota-onasi mushrik bo'lsa, hayot vaqtida rahim qilgin deb duo qilishda ota-onasining hidoyat tepishi, islomga kirishini umid qilib, Alloh taoladan "Ey Alloh, mening ota-onamga rahim qilib, ota-onamga hidoyat ato qilgin, islomga muyassar qilgin" deb munda rahim qilgin degan siyg'ini ishlatsa durust deydi. Ammo ularga ularning dozaq ahlidan ekanligi oydin bo'lgandan keyin durust emas dedi-ku. Qanday chaqdaydan bo'ldi? Ota-onasi, urug' tuqqanlari agar mushrik bo'lsa, kafir bo'lsa, shu mushrik holatida, kafir holatida dunyodan ayrılgan bo'lsa, o'lib ketgan bo'lsa, u chaqda istig'for talab qilmaydi. Ya'ni o'lgandan keyin istig'for talab qilishni Alloh taolo cheklab etgan. Hayot bo'lsa, bu yerda o'tgandek hidoyat tepishni umid qilgan asosda Alloh taologa duo qilishi mumkin. Ammo musulmon ota-onasi bo'lsa, ularga istig'for talab qilish savob bo'lgan ish. Ularning darajasini ham yuqori ko'taradigan ish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men Alloh taoladan onamning qabrisini ziyorat qilishga ijozat so'radim. Ijozat berdi, lekin istig'for talab qilishni so'rasam Alloh ijozat bermadi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Talib haqida istig'for talab qilgan. Keyin Alloh taolo oyatni mushriklar o'lgandan keyin, mushriklar o'lib ketgan tuqqanlariga istig'for talab qilish haqida ularni cheklagandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam istig'for aytmagan. Ota-onasiga istig'for aytmagan. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.